Assalomu alaykum hammaga. Cobalt mashina qilganmiz. Bu mashina jentar arkasına yetib olib, shu holatga kelib qolgan. Video davomida jarayonni ko'rib borishingiz mumkin. Maşinamızda artıkça detallardan alıp taşıp yangi detalını payvatlab olamiz. Stoyka kısmını ham payvatlab olamiz. Va bak krishka joyi ham payvatlanadi. Far ishlari ham payvatlanadi. Katachni. Arka fartuq qismi payvatlanadi. Fartuqning pastlari ham payvatlanadi. Stoykaning ham loboy tarafini payvatlab olamiz. Svarka ishlarimiz doğru bajarilgandan so'ng zazorlar ham oldingi holatiga keladi. Eshik bilan stoyka arasındagi zazorlar ham oldingi holatına keladi. Va krilo qismimizni orqa tarafidan svarka qilib olamiz. Va shu joylar ham kontachli svarka bo'ladi. Zavodskoy germetik deb beramiz. Kimə shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, past to'namar qoldiramiz, bog'lanib kelaverasizlar. Fartuqni bu qismam zavodskoy germeklanadi. Kraska tayyorgarlik ishlaridan tugatib oldik. Endi kraska sepishni boshlaymiz. Jarayonni kuzatib boringlar. Kraskani savib oldik. Kraskamiz ham ideal holatda chiqdi. Bu xabar o'tasizlar. Maşinamiz ham tayyor bo'ldi. Bu işimiz klientga juda yoqdi.